Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yurtdoshlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Chakkaparnikda bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdan bir qavatli joy, elde 15 metrda tushgan, bir planning bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdan hali bugun bitib, endi uborka bo'ldi bir. Yine işin netip tushgan joy. Hozir sizlarga shuni ichki qismidan ko'rsatib, tushuntirib o'taman qo'ldan kelgancha. Bu yan tarafimiz doğrumuzda metan zapravka Güllen yolundan girganda 3-mü 4-cü ko'chada bo'ladi. Общем, mestasına gap yo'q. Euro remont qilib tuzatilgan. Shundan bir elde 15 metrlik katta joy. Eldilarni ko'rib tursizlar, belli o'zi burchatkalar urilgan. Sapazoklarına kafellerden terilgan şarşarlar koyulup turibdi. Endi bu havlu joyimizni 100% eldilarning travicherlaridan urib beradi ekanlar. Shipirni teylari polni afshifka bo'ladi, tunika bonddan. Shu ko'rib turgan havlu joyini hozir sizlarga ichki qismidan to'liq obzor etib beramiz, xudo xolasa. 100% taxlanib turibdi. Doğru girib yashaydigan joy, gaz, svet, suv sho'tchiklari даже qo'yilib, ulanib turibdi. Bu joyimizda barter variantlari ham bor, kvartira bo'lsa ham bo'ladi yoki mashina, toza mashinalar bo'lsa hisoblab olinaveradi. Qanaqa ketdik, ichki qismini bir yandan ko'rib o'tamiz. Girish eshiklarimiz yaxshi demir eshiklardan qo'yilgan. Svet sho'tchiki o'rnatilgan beri suv chiqqan o'zi. Bismillahirrohmanirrohim. Giravergan yerimiz ishundan bir kichkina prixoshka, bir de kuch qo'yadigan qilsangizlar bo'ladi. Girganimizning chap qo'lda rakovina joylashgan, orqasına indisk kafellar urilgan ekan. Suvni sho'tchiklari girib turibdi, ko'rib turganlaringizdan. Bu yerda her xona uchun отдельный avtomatlar tashlab o'tirilgan. Shu uyni ko'rmasdan sizlardan like'larni ko'proq so'rab qolamiz. Iloji boricha shu like'ni ayamanglar. Bu kirgan joyimiz dalan. Dalan qismi zo'r keng mo'l bo'lib tushgan. Bir oyna ko'cha tarafga qarang. Patologlar ko'rib turganlaringizdan oppoq belasnejniy etib uzatilgan, lyustralar qo'yilgan. Podsvetkalar bauji. Yanib turibdi led lampochkalarimiz. Dalanning bu yan tarafidan ko'rinishi. Bu yan tarafimiz girgan eshikimiz, bu yanimiz yine dalan keng mo'l. Bir uголок qo'ysangizlar, bu yerga televizor qo'ysangizlar, ajoyib bir oturadigan dalanımız. Ayak teylerimiz laminant pol. Eshiklarga e'tibor berasizlar. Eshiklarimiz yaxshi eshiklardan qo'yilgan, nalishniklar qo'yilgan. 100% tayyor holatda. Berimizda shunday bir kichkina spalnimiz tushgan, detskiy. Aynası ham ko'cha tarafga qarang. Aboylar rossiyskiy aboydan urilgan, lyustralar, tashalgan po'kaklar qo'yilgan ekan. Tak, berimiz bir spalni. Berimizda vanna xona bo'ladi, ya'ni sanuzel. Sanuzelimizdan rakovina qo'yilgan, vannasi bor, da patolog kafel terilgan. Berimizda ariston unitazimiz ham o'rnatilgan. Eshiklarimiz akvaplastikdan yaxshi ramlardan o'rnatgan ekanlar. Tak, bu yanimizda yana bir spalni bo'ladi. Bu yerni kattalar spalni qilsa bo'ladi. Aboydan chiqqan, po'kak urilgan, lyustralar osilgan. Oyna taraf, oynasi bog' tarafga qaragan. Bu yerda bir kichkina shashlik pishirgining yeri bor. Razmeri ham yomon emas. Родительский spalni, birisi детский. Tak. Dalan qismidan to'g'ri o'tsak, bu yerda zal bo'ladi ekan. Hurmatli obunachilar, eshiklarga e'tibor berasizlar. Eshiklar qimmat, yaxshi, sifatli MDF eshiklardan qo'yilgan ekan. Zerkalli aynalari tushgan eni, yarma kapı. Bu dalanımız.
Bir yere keladigan bo'lsak, bu zal joyimiz, hurmatli obunachilar. Zalning razmeri yomon emas. Salkam 9 metr. Enini ko'rib turibsizlar, zo'r tushgan. Bu yerda led lampochkalar, patoloklar, havuz patolok atib ishlangan. Bellarimiz oboy, ramka hozirgi modada. Bu zalimizning kengligi. Uyimiz общем bir talaba javob beradigan qilib uzatilgan ekan. Menga dim yoqdi. Xo'sharaylikdan gap yo'q. Aytib o'tganimning bu yerda barter variantlari bor. Toza mashina, kvartiralara doğru kelsa hisoblab olib kelishilgan holda. Birimiz kuxnya bo'ladi, oshxonasi, ya'ni bu yerda moyna tushgan. Kotellarimiz yaxshi xilindan qo'yilgan, ko'rib turganlaringizdek duh konturni atapleni, stabilizator, filtr hamma vajib joyida. Oyoq temiz, cho'pli pol. Bu yerga kuxnya mebel akab doğru o'rnatsanizlar bo'ladi. Fartuklar qilingan o'zi, tok yo'llari tashalgan. Bu yerimiz aynan gaz girib turibdi. 100% doğru ulab ishlatadi. Bu kuxnyamizning razmeri ham yomon emas. Endi korpuslankidan ulli. Baq tarafa chiqadigan eshikimiz bor, iyi bir ayna tushgan. Hozir bog'ini ham qisqacha ko'rsatib beraman. Berina yozda chiqib bir o'tirib shashlik pishiradigan yer. Bu ham normalniy tushgan. Ko'rib turganlaringizdek. Hurmatli obunachilar, shu uyimiz kimga qiziq bo'lsa, pastda o'zimning telefon nomerlarimni yozib qoldiraman. Bemalol telefon urib kelib görüp gaplashib olasizlar, savdosini qilib. Hurmatli obunachilar, kimda kim o'z ko'chmas mulkini sotsak bo'lsam, bemalol bizning kanalimizga murojaat qilsangizlar bo'ladi. Uy olishda, sotishda qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, xudo xolasa. So'nggi roliklarda görüşguncha sog', salomat bo'linglar.